Cho'pon hayratlanib, meni o'zimda ham ozgina rizq bor-ku, dedi. Qariya esa javob qaytarib, kambag'allarga sadaqa ber, sendan ham muhtojlar bor. Cho'pon juda hayratlandi. Oltin kalit haqida so'ramoqchi bo'lganda, qariya uni so'zini bo'lib, sadaqa berishni hech qachon to'xtatma, dedi. Kunlar o'tib, cho'ponning rizqi tobora ko'paydi. U sadaqani ham ko'paytirdi. Oradan bir necha vaqt o'tib, nuroniy qariya yana katta serbarg daraxt tagida o'tirgan cho'ponni ko'rdi. Atrofida sanoqsiz qo'y va echkilar. Nay ohangi esa o'zgargan edi. U quvnoq va shodlikka to'la. Qariya cho'ponga shunday dedi: "Naying ohangi o'zgarganini eshitdim. Nima uchun bunday bo'ldi?" Cho'pon shunday javob berdi: "Siz aytgan nasihatga amal qildim. Qalbim ulkan baxt va saodatni his qildi. Tijoratim yurishib ketdi. Qashshoqligim va azoblarim yo'qoldi." Qariya cho'ponning farovonligi va baxtiyorligidan cheksiz xursand bo'ldi. Shunda qariya ketishga hozirlanganda cho'pon uni to'xtatib, "Ey otaxon, kalitingizni olib qo'ying", dedi. Qariya tabassum qilib shunday javob berdi: "Menga va'da ber, ey o'g'lim, bu kalitni bir umrga yo'qotmaslikka." Cho'pon hayrat bilan so'radi: "Ey otaxon, bu kalitning siri nima?" Qariya esa tabassum bilan javob qaytardi: "Bu kalit baxt eshigini ochish uchun bir qoniqish vositasi." Cho'pon jilmayib bosh irg'adi: "Ey mehribon, dili pok otaxon, sizga va'da beraman, bu kalitni bir umr yo'qotmayman. Sadaqa bu balolarni kesuvchi, ehson bu yaxshilik, yaxshilikka doim yaxshilik qaytadi." Mana bolajonlar, bu oltin kalitni ham eshitdik, buni xususiyatlarini ham bildik. Sizlarga buni Abdurahmon Safo arab tilidan o'zbek tiliga o'girdi.